Xo'sh, yozib bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana kundalik tahlil. Birinchi kundalik tahlil men o'tgan safar trade resap qildirgandim. Hozir kundalik tahlilga xush kelibsizlar. Yana doimgidek Euro USD kundalik time frame'dan boshlaymiz. O'tgan safar menimcha Wi-Fi ishlayapti. O'tgan safar mana bu targetni aytgandim, lekin targetga kelmadi. Mana bu firewall gapdan reaksiya olishini ham aytib o'tgandim. Mana haftalik gapga kelgan hisobiga kunlik firewall gapdan yaxshi reaksiya olganini ko'rishimiz mumkin. Daily firewall gapdan reaksiya oldi. Nasha taqdirlaydik. 4 soatlik o'sak 4 soatlikda OBG ham kelmadi shuning hisobiga. OB'ni aytuvdim pastdagi bu ham o'z aktualligini yo'qotdi. Hattoki mana bu sell side ham o'z aktualligini yo'qotdi bizlar uchun. Men mana bu sell side kutib o'tirdim. Buni pastda 4 soatlik firewall gap ham bordi. Lekin o'tkazib yubordim bitta setupni hozir. Mana shu sell side'da tashmasam ha. Mana shu sell side'ga kelsa keyin keyin buy pozitsiyaga qiziqmoqchi edim o'zim, ammo bunga kelmadi. Ishlarimni bo'lib qaramagan ekanman. Keyin DXY bilan SMT bo'lgan ekan. DXY ni buzib o'tgan. DXY ni buzib o'tgan. Yevroda buzib o'tmagan va shu joyda SMT bo'lgan. Shuning uchun savdoga kira olmadim. 15 minutlikdan entry bergandim. Mana bu yerda menimcha firewall gapdan kichkinagina firewall gapdan firewall gap yo'qmi IFVga ham reaksiya bergan. IFVga ishlab bergan. Xo'sh, endi 5 minut keyin yana bizda tepada firewall gaplarimiz bor. O'zim trade'ga kirmoqchiman. To'g'risi, chunki yaxshi kun. Kecha ham men uchun trade edi. Bu ham 15 minut firewall gap. Kecha men uchun trade edi. Kecha ko'rishingiz mumkin. London Killzone skip qildim. London Killzone skip qildim buni. New Yorkda savdo qilmoqchi edim, lekin London Killzone'ga yurib berdi. Shu bilan range'ga tushib qoldi. Bu range'da trade qila olmadim. Setup topa olmadim aniqrog'i. Bu hafta bittagina setup, faqatgina mana shu setup bo'ldi. Bu ham norm 1% ishlab bergan. Hozir esa 5 minut qoldi. Telefon savdoga kirmoqchiman o'zim ham. Xo'sh, bizda mana bu yerda MSS bo'ldi. Yo'q, buni emas, balki mana buni olishimiz ham mumkin. Da. MSS bo'ldi. Hozir mana shu firewall gapga kelsa, balki hozir kundalik tahlil chiqib, kech chiqdi deb o'ylayman o'zim ham, chunki ishlarim bilan bo'lib qanaqa qila olmadim. Resap chiqaraman. Kecha chiqarishim kerak edi, bo'lmadi-da. Mana shu firewall gapga kelsa agar buy pozitsiya ochib ko'raman. Stop loss bu yerda bo'lsa, take profit menda birinchisi mana bu yerda, ikkinchisi mana shu take profitni ushlasam 1.3.5. Agar 0.5% risk qilgan taqdirimda ham xo'sh 1.75% bo'ladi. Necha foiz qo'yganimizni ko'rishimiz mumkin. Necha foiz qo'yganimni fund bo'lishim uchun. Fund emas, aniqroq birinchi etap. Xo'sh, shu bo'lsa 5% ishlagan ekanman-da. 3% qo'ygan. Yo'q, 5 emas, 5.5 ekan. 2.5% qo'ygan ekan. 1% qoladi, o'zi 1.5% ishlab olsam agar. Mana shu firewallga kelishini kutaman. Breakerdan reaksiya olmaganmi? Shu breakerdan reaksiya olib ketgan bo'lsa, kelmasligi ham mumkin hozir. Yo'q, kelmagan ekan. Ko'ramiz. Hozircha shu menda qisqa bo'ldi, 4 minutgina bo'ldi, adashmasam. Menda hozircha shular. Kunlikda aytib o'tsam agar accumulation, manipulation, distribution fazasida bo'ldi. Dushanba ochildi. Dushanba pastga yo'l berdi. Chorshanba, payshanba, dushanba
yurmadi. Seshanba pastga tushib berdi. Haftada gapga. Chorshanba tepaga, keyin payshanba pastga ozgina yurib, tepaga o'tib berish kerak. Lekin agar bu обидно bo'ladi agar bu savdoga kira olmasam. Chunki yaxshi setup, juda ideal setup desak ham bo'ladi. Balki mana shu yerdan kirisham kerak edi deb o'ylab qoldim hozir. Mana shu iPhone'ga kelgan payti stop loss qo'yish problem bo'lardi. Mana bu yerga edi, mana bu mana bu yerga qo'ya olmaydim. Mana bu yerga stop loss qo'yish kerak edi. Keyin arar kichkina bo'lib ketardi-da, shunga savdoga kirmadim desak ham bo'ladi. 5 minut hozir limit qo'yaman. Xo'sh. Bo'lsa agar lotni hisoblab chiqaylik. Bo'ldi hozir. Limit qo'ydim shu yerdan. Bunda ham limitni qo'yib o'tay. Mana shu yerdan limit qo'yamiz, stop lossni tagiga qo'yamiz. Xo'sh, hozircha shular. Tamam.